yaxshi ehtiyot bo'linglar. Mana hozir 3 bola nezashto o'lib ketdi bora. Bugun poytaxtimizning Uchtepa tumanida sodir bo'lgan mudhish avtohalokatda 3 yigit bevaqt hayotdan ko'z yumdi. Mazkur holat aks etgan video esa bugun ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. Mana ostanovka yo'q, hozir qittashaga yo'q. Mana bu shunda qon bo'layotdi. Uchtasi nasmert o'lgan. Biz avtobusga o'tib ketayotganini ko'rdik-da. Aniqlik kiritilishicha 2002-yilda tug'ilgan Lacetti haydovchisi chorrahadan keskin burilgan vaqtida BYD bilan to'qnashadi. Voqea sodir bo'lgan vaqt Lacetti ichida haydovchidan tashqari yana 2 nafar yo'lovchilar ham bo'lgan. Ming afsuski, ko'rsatilgan tezkor yordamlarga qaramasdan Lacetti haydovchisi hamda 2 nafar yigitlar vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.